Mana yangi ishimizni boshladik. Penadan tom quyish. Assalomu alaykum internet foydalanuvchilar, hurmatli obunachilar. Mana yangi Zoom oilaviy korxonasi yana bir ishimizni boshladik. Sizlar uchun yangilik, pena tom sog'ini boshladik. Pena tom sog'imiz qulayli jihatlari issiq bo'ladi, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Bunaqa materiallarni solib, chiroyli qilib quyib beramiz. Agar kimga shunaqangi tom sog' kerak bo'lsa, ekrandagi telefonlarga, raqamlarga murojaat qiling, batafsil tushuntiramiz sizlarga. Mana bu pena sog'imizni boshqalarga nisbatan, boshqalarga afzallik tomoni, biz boshqacha qilib qo'yamiz. Mana qalinligi 7, 8, 9, 10 sm qo'yib beramiz. Mana 5-6 minut quygan sog' ustida yuzsiz bo'ladi. Mana glatniy qilib qo'yib beramiz, chiroyli qilib. Xullas, ekrandagi raqamlarga telefon qiling, murojaat qiling, batafsil tushuntiriladi sizga.